2026-yil xonadoningizga mana shunday avtomat kotel uстановка qilish narxi qanchaga tushadi? Ya'ni bularni tayyorlanishi, materiallar haqida to'liq ma'lumot beramiz. Mana ko'rib turibsiz, yonib turibdi xudo xohlasa. Avtomat kotel 150 kvadratdan 1,5 ming kvadratgacha yasab beraveramiz. Xudo xohlasa o'zini maxsus migalari, stabilizatorlari bor. Безопасник qilingan, otib yuborish, qanaqadir olov chiqishi, unaqa narsalar xudo xohlasa kuzatilmaydi. Aqlli kotel eng zamonaviy oxirgi rusumlardan. Telefon orqali ham masofadan turib boshqarish imkoniyati bor. Bir kunda bir marta zapravka qilib qo'yasiz, eng kamida 24 soat qaramaysiz. Juda qulay va ommabop kotellarimiz. Ko'pchilikka yoqadigan tarafi bir kunda bir marta zapravka qilasiz, 24 soat qaramaysiz. Ya'ni qayta-qayta chiqib zapravka qilish hojat yo'q. Yonishlariga bir e'tibor bering, juda ham zo'r, xudo xolasa inshaalloh. Juda ham sifatli. Kommentariyada kotellar narxi qancha bo'lyapti deb yozishibdi. Xudo xolasa mana shu kotellar narxlari bor.